o'tgan yilning oxirida o'sha bitirilishi kerak edi. Lekin hali kotlovani ham qazilmagan. Adolatli kelishuv qurilish tashkilotiga ishonib, uy olish umididagi odamlar hozirda sarson bo'layotgani aytilmoqda. Bir 50 ta odam ishlash kerak unda qurilishda, misol uchun. Bu yerda hozir kirsangiz 10 kishini ham topa olmaysiz. Kompaniya odamlardan Toshkent shahrining Nukus ko'chasidagi Nasl dahasi turar joy binosini qurib berish evaziga katta miqdorda mablag' olgan. To'liq 100% to'lab qo'yganmiz. 100%. Bu aksariyat odamlar bitta turganlar 100% to'lab qo'ygan. Ammo va'da qilingan uylar ancha vaqtdan beri egalariga topshirilmagan. Ayrim qurilish maydonlarida ishlar boshlangan bo'lsa-da, bitkazilmasdan qolgan. Ko'plab holatlarda hech qanday harakat ham bo'lmagan. Jabrlanuvchilar uyni ola olmagan bo'lsa ham, eng kamida mablag'larini qaytarib olishni so'rab murojaat qilmoqda. Ular hozirgacha ko'p tashkilotlarga ushbu muammo yuzasidan murojaat qilgan. Biroq oradan ancha vaqt o'tganiga qaramay, ularning muammosi hal qilinmagan. Bu esa fuqarolarni noumidlikka, ishonchsizlikka olib kelayotgan holat sifatida baholanmoqda.